Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof Savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina Kurskka yirik dron hujumi uyushtirdi. Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk va Rostov viloyatlari bugun ertalab Ukraina dronlari yordamida amalga oshirilgan hujumlarning asosiy nishoniga aylandi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Umuman olganda, havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya Federatsiyasi hududlari va anneksiya qilingan Qrimga uchirilgan 50 ta dron Ukraina dronlarini tutib yo'q qildi, deyiladi xabarda. Rossiya Mudofaa vazirligining ertalabki hisobotida aytilishicha, Ukraina kechasi Kursk viloyatida 23 ta dron, Rostov viloyatida 11 ta dron, Bryansk viloyatida 6 ta uchuvchisiz uchish apparati uchirilgan. Hujumning boshqa hududlarida Belgorod viloyatida, Mordoviya Respublikasi va Kaluga viloyatida, anneksiya qilingan Qrim hududida 2 ta dron. Bundan tashqari Moskva viloyatida jami 3 ta dron yo'q qilingan. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ulardan 2 nafari Moskva tomon uchayotgan bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligi Bryansk viloyati uzra yana 6 ta Ukraina dronlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz ertalab soat 8 larda Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari samolyot tipidagi 6 ta dronni yo'q qilgani haqida xabar berdi.